Shunaqa qarangiz. Loyihamizning navbatdagi qahramoni teatrda ham, kinoda ham ko'proq xalqchil obrazlarda namoyon bo'lgani uchun e'tibor qozongan desak, yanglishmaymiz. Ayni jihatini hisobga olib, uni teleko'rsatuvlarga boshlovchi sifatida taklif qilishadi. Umuman olganda, bu aktrisa shu kunlarda qizg'in ijod bilan band. Suhbatimiz avvalida uning kayfiyati haqida bilishga qiziqdik. Kayfiyatim yaxshi ham emas, yomon ham emas. Sabab hozir yangi asar olinganligi uchun u yerda o'sha bizga katta rol berildi. Shuning uchun hozir hayolim faqat shu rolni chiqarish bilan band. To'g'risini aytganda, boshqa narsa kallamga kirgan yo'q. O'shani bilan yuribman. Hali aytadiki, bizani tilimizda aytganda farzand dunyoga kelyapti. Bir spektakl chiroyli bo'lib xalqimizga namoyish qilinishi kerak. Shuning uchun u yerda endi o'sha bizga mas'uliyatni his qilib rahbariyat tomonidan yaxshi rol, katta rol berilganligi uchun miyamda faqat shu spektaklning so'zlari, mizansena, holat, nima bo'ladi, nima qo'yadi, shu bilan bandman. Muyassarxon. Muyassarxon. Hozir Muyassar. ketyapman. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Baxtga qarshi o'sha eng katta opamiz, bizani onamizdek tarbiya qilgan opamiz 25 yoshlarida o'sha farzandlarini tug'olmay olamdan o'tganlar. Bu endi o'sha paytda biz uchun juda katta bir fojia bo'lgan. Onam rahmatli o'shanda
qilmang. Bolalarni u darajada och qoldiradigan darajada qilmang, nimadir qilib bering. Nimaga chiquvdingiz? Maqsadga o'ting. Ha. Haligi zo'r ijrochi topdim, Xosiyatxon. Onam bizani o'tirgizib olib, mamo qizim, opa qizim, shimpala qizim yoki yigitlarni polvon bolam, oppoq uni qilmaganlar-da. Qanaqadir keldingmi? Ovqatingni ye bolam. Qorin to'q bo'lish kerak. To'q qoringa hamma narsa yarashadi. Ish ham qilasan, mehnat ham qilasan. Bo'ldi, yedikmi, ichdikmi? Qani narsa pishirardik. Bozorga, savdoga chiqardik. Hammamiz o'zimizning vazifalarimiz bo'lardi. Ana o'sha vazifalarimizni qilishimiz. Bular nima? Bular misol uchun o'sha bozorga olib chiqib sotiladigan narsalarimiz. Bular hammasi bo'lingan. Katta opalar bu narsani pishiradi. Vazira yoki Asror, Umar buni olib chiqib sotadi. Biz hamma vazifalarimizni qilib bo'lganimizdan keyin biz juda ham o'zimiz ham qarang, shunaqa bo'lganmiz, ota-onamiz ham shunga o'rgatgan. Biz talabchan bo'lganmiz. Yaxshi ovqatlanishimiz kerak edi, chunki biz haligi savdo qilardik-da. Maniki piyolalar, misol uchun, kunlab yuvish kerak. Men bozordan keldim, shuni kunlab yuvib, tayyor qilib, to'ntarib, chiroyli qilib qo'yishim kerak edi. Opamni, ikkinchi opamni vazifasi dasturxonni yaxshilab, birorta joyda sariq dog' bo'lsa ham, onam rahmati shunaqangi yomon kunimizni ko'rsatadi. Qaysi ma'noda qiz bola ertaga birovning uyiga borasan, mana shu dog'li dasturxonni qo'ysang, ular umuman ularda hayoti boshqacha bo'lishi mumkindir. Onang shunaqa tarbiya berganmi? Mana bu piyolani ichini qara, ichi sariq shunaqa o'tardilarki, biza shu narsaga yo'l qo'ymasligimiz kerak edi. Tozalikmi? Tozalik. Endi o'sha paytlar bilsangiz agar indiyskiy kinolarga, klublarga borilardi. Yangi indiyskiy kino kelibdi u bo'lsa, agar shu narsalar qilinmagan bo'lsa, bormasdik. Voy shunga borishimiz kerak deb, hali hamma narsani joy-joyida qilardik. Lekin men juda ham pishiq bo'lganman. Men shu nech pullik narsadirdim. Misol uchun 25 so'm olib kelishing kerak desa, bo'ldi 25 so'm olib kelsam, maylimi, ustiga albatta bir tiyindan qo'yib, o'shani albatta 5 so'm yoki 7 so'm mana shunaqangi ustiga o'zim ishlab, keyin o'sha pulni yig'ib baribir o'shani onamizga berardik yoki nimadir olardim o'zimga. Bitta beva ayolni ikkita bolasi bilan ijaraga qo'ydim deb aytgandim shekilli. Esingizdan chiqdimi? Esimda. Hey, bularni-chi? Puli bor, aylanib ketay. Hey, ko'proq to'lamoqchi. 300. 200 sizniki, 100 meniki. Qo'lam berolmaydi. Ketdi. Ikkinchi qo'lam ishlasin. Qahramonimizda avvaldan o'z taqdirini aktyorlik bilan bog'lash niyati bo'lmagan, u ko'proq sportga qiziqqani bois shu sohani tanlash haqida o'ylab yurardi. Biroq bir kuni kunlarning birida bozor kuni edi, hech ham esimdan ketmaydi. Bozor kuni edi. Kelinlar qo'zg'oloni kinosini ko'rdim. Dilbar Ikromova meni o'ziga tortdi o'sha yerda. Men nimadir olib chiqib ketishim kerak edi. Men to'xtab qoldim-da, oyijon, men aybim yo'q. Mana bu deb o'ynaydigan joylari bor-ku. O'sha yerda ko'rdim, kuldim, hazm qildimki, o'ch degan joylarini bitta ko'rdim, bo'ldi, shu bilan chiqib ketdim, yana savdo bo'ldi. O'sha maktabda A sinf, B sinf, V sinf, G sinf musobaqa bo'lyapti-da. Badiiy ko'rinishi bo'lyapti. Men yo'qman. Endi men shunaqa hali sportsmen, bozorda katta bo'lgan, sho'x, o'g'il bolacha xarakterdagi qiz bo'lganligim uchun men bir narsalar degan narsalarda yo'q edim-da. Qo'shilyapti, qo'shilmayman derdim. Xullas kalom, sahnani orqasida podдержка berib tursam, bitta qizimiz chiqish kerak edi, sotdi bo'lib.
qaltirab qoldi endi. Men chiqamayman. Hech narsa esimda yo'q dedi. Men endi shart taqqan haligi ro'molni o'rab, ana kiyimni kiyib, shu sahnaga otilib chiqib ketdim. Shunday o'sha narsani qildim. Bir marta ko'rganman, repetitsiya qilmaganman, boshqa qilmaganman. O'ynab berdim. Badiiy ko'rinish ko'tarilib ketdi. Hamma 10 qo'ydi. Yutdik, xullas kalom. Mani endi hamma ko'kka ko'targan, boshqa qilgan, hamma xursand. O'qituvchilar keladi-da, "Ey, menga qara, sen artist bo'lishing kerak edi. Nima qilib yuribsan, qilib yuribsan sen? Bo'ldi, tasha sport, ha, o'g'il bola bo'lib, unaqa qilib yurma." U bu deyishadi. Keyin Shayra To'xtashevni rus tilidan dars beradigan ustozim Vazira dedilar. Shunaqa chiroyli gapirardilar. Vazira meni oldimga kelgin dedilar. Keyin borsam, "Tak, sen aktrisa bo'lishing kerak. Sen teatralniy institutga borishing kerak. Sendan juda ham zo'r aktrisa chiqadi." dedi. O'sha gap meni sehrladi. Toshkentga teatralniy institut, artist qanaqa ekan? Endi spektakllarni ko'ra boshladim. Spektakl, muqimiy teatrini ko'raman, spektakl ashula aytar ekan deyman qilib. Keyin Hamza teatrini bilsangiz agar, spektakllar oldin juda ko'p berilardi. Halik spektakllar bergan sari aktyorlarni men har birini rolini kuzata boshladim. Kichkinami, kattami, boshqami kuzata boshladim. Keyin shuna qilib onamga aytdimki, "Men aktrisa bo'laman." Voy, onam kulvardilar. Qanaqa artist voy? Nima deyapsan? Voy, artistlar, qo'y bolam. Biz zotimizdan artist chiqmagan, o'ylama, bu narsani xayolingga ham keltirma. Keyin aya dedim, "Nima qilsam ana duolarim ijobat bo'ladi?" desam, "Qiz bolani har bir qilgan duosi ijobat bo'ladi, bolam" dedilar. Guruch tozalayaptilar. "Ha," dedim. Keyin onam menga qaradi. "Qayerdan mana shunaqa gaplar topasan sen?" dedilar. Dedi. Shunday qaramda. Chunki men aktrisaman-da dedim. Hozir navaram shunaqa, ishonasizmi? Chunki men aktrisaman dedim. Onamda qarab, "Voy" deb kuldilar. Ana gap o'qday otilib chiqyapti-da. Keyin shu bilan yotaman. Endi u paytlar bilsangiz agar qanaqadir kun tun uzun bo'lardi. Uzun qilib joylar solib yotilardi. Keyin Bismillahirrohmanirrohim yotdim yonim bilan turg'azgin imonim bilan. Men xudo xolasa teatralniy institutga kiraman. Men aktrisa bo'laman der. Hozir bolam yig'lamay tur. O'g'lingizni sariqdek uribdi. Fikru xayoli aktyorlik bilan band bo'lib qolgan Vaziraning oldida endi ota-onasining roziligini olishdek qiyin ish turardi. Bir kuni jur'at topib, ular bilan ochiqchasiga gaplashdi. "Men qaranglar, men dedim, bitta savol beraman dedim. Men baribir ketaman dedim. Men baribir boraman dedim. Men teatralniy institutni ko'rib yiqilsam ham, yiqilmasam ham o'sha yerga boraman dedim. "Bormaysan qizim." Dedim, "Rahmat, turib ketvordilar." Dedi, onamga aytdim. "Mana 8 ta farzand dedim. O'qiyman, siz o'qitmayapsizlar. Nima uchun?" dedim. "Nima uchun unaqa qilyapsizlar?" dedim. "Bolalarim oldimda bo'lishi kerak deb, akalarimni ham o'qitmadingiz, bolalarim oldimda bo'lishi kerak deb anaqa qilasiz dedim. Lekin qo'yvaring, men borib o'qiy dedim. "Nima qilasan artist bo'lib, boshqa sohada o'qi" dedi. "Yo'q, men aktrisa bo'laman baribir. Men shaharda qolishim kerak. Sababini aytaymi, yana bitta sababi nima dedim. "Nima?" dedi. "Mana dedim, siz dedim borasiz amakimnikiga dedim. Amakim dedim rus xotinga uylanganlar. Borasizda, ammam bilan borasizda, bir kun turib darrov qaytib kelasizlar. Chunki borib mazza qilib turadigan uyingiz yo'q" dedim. "Keling, men boray o'sha yerda qolay" dedim. "Sababini aytaymi nimaga?" dedim.
Mani aka ukalarim dedim Toshkentga dedim borib mani uyimda 3-4 kunlab turishsin dedim. Ammam bor, xolam bor deb bemalol borib turishadi dedim. Onam qotib qoldi o'sha yerda. Qotib qol. Ha? Voy. Dadasi mamini gapini qarang nima deyapti. Keyin dadamga ham borib orqalarini mahkam quchoqladimda. Dada, ruxsat bering. Endi u paytlar bilsangiz agar boshqa vohalarda bilmadim-ku, bizda vodiyda katta farzandini otini aytib chaqirardi. Rashida mayli dedi. Mayli borsin dedi. Mayli olib boring o'zingiz dedi. Ketdilarki baribir anaqa qiling dedi, ko'ni sovib kesin dedi. Ha, xo'p dedilar. Sariq echkini olasiz. Terisini ishlasiz. Xo'pmi? Terisiga o'g'ringizni o'raysiz. Tushundingizmi? Hozir. Xullas kalom, biz chamadonlarni ko'tarib Toshkentga keldik. Teatralniy institutga keldim. Shunda og'zim ochilib qoldi ko'rib, binoni ko'rib. Chunki nimaga desangiz, u yerdan har xil ovozlar chiqardi. Bitta joyda maqom ovozi eshitilsa, bittasida vasiqasi bor endi oyxon menga zor edi, bittasida menga qarang Jamila, boshqa xullas kalom. Ayam rahmatli aytdilarki, bir jinnixona ekan bu dedilar. Jinnixonani o'zi bolam. Ah xudoyim dedilar. Akmal. Sal orqaga. Vaziraga omad kulib boqdi. U teatr va rassomlik institutining drama va kino aktyorligi fakulteti talabalari qatoriga qo'shildi. U ancha ziyrak va uddaburon bo'lgani sababli poytaxtdagi hayotini izga solib olish harakatiga tushdi. Talabalik paytimda ham men savdo bilan shug'ullanganman. O'sha paytda ham men ikkita joyda men iborsalik qilganman. Chunki nimaga desangiz, menda bitta shior bor, ishlamagan tishlamaydi. Qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar men nonimni but qilib yeyishim kerak. Halol. Va men izlanaman. Mana o'sha paytda mana hozir meni zangori ekran orqali ko'rib turgan mana o'sha paytdagi o'qigan o'zimni o'rtoqlarim va men o'sha paytda institut o'qiganlar aytadi, kulardi ustimdan. Voy, mana buni qara, voy, teatralniy institutga bu iborsa bo'lgan. O'zingda ham ana yurtingda ishlasang bo'laverardi-yu. Voy deb qayerdandir tort ko'tarib ketishardi, qayergadir tort anaqa qilib kelishardi. Lekin shularda birortasi aktrisa bo'lmadi. Tushunyapsizmi? Men yomon yo'lga kirib ketib qolmaydirdim, bu bir. Menda doim pul turish kerak edi. Men oldimdagi sherigimga ham aytganman, men bilan agar birga o'rtoq bo'lib yurmoqchi bo'lsang, sen ham ishladirdim. Noning but bo'ladi derdim. Nima bo'lganda yonimda o'tirmaysiz. Qahramonimiz institutni bitirgach, O'zbek Milliy akademik drama teatrida ishlash ishtiyoqi bilan yondi. Yurtdoshi, O'zbekiston xalq artisti Muhammadali Abduqunduzov unga Otaxon teatr rahbari bilan uchrashish imkoniyatini yaratib berdi. Qani yur dedilar-da, keyin olib kirdilar San'at Devonov. Ustozimiz San'at Devonov rahmatli, joylari jannatdan bo'lsin. Shtat yo'q dedi. Shtat yo'q, lekin dedi, grimyorni, kostyumernida ish bor. Vali opam endi Mahmajon akani ayollari grimyornida ishlardilar. Keyin men olaman dedilar Vali opam. Menda ishlab yuradi, ozgina o'rganasan dedi. Boshqa sexga kirsang, ular seni dedi sahnaga tushirmaydi dedi. Meni oldilar, o'sha yerda soqol, choch, moch, mana shunaqalar grimyorniga olib borib, lignin tarqatib, lekin grimyorniga kirganimda shunaqa yig'lardim.
Shunaqa yig'lardim. Kunlarning birida xuddi bir kinodaydi, bu ham bir kitob yozsangiz bo'ladi. Nabir Rahimov ustozimiz 8-martda katta qulochda gul ko'tarib kelar ekanlar-da. Nafaqat aktrisalarga, har bir sexdagi ayollarga ham gul tarqatib yurar ekanlar-da. Chiqib qoldilar, men endi yig'lab o'tirdim. Ahamiyat berganim ham yo'q, men kirganni eshitganim ham yo'q. Menga ovoz tanish bo'lganligi uchun shuna qaradim. Shuna yig'lab turibman, shuna qaradimda, Nabir Rahimov dedim ichimda. Ona qizim, nimaga yig'layapsiz dedilar. Men teatralniy institutni bitirdim. Lekin men shunga bitirganmidim. Men bitta lignin qilib soqol, men bitta mana qilib o'tiribman. deb yig'ladim. 4 yil shunga o'qiganmidim deb yig'ladim. Lekin ish ham qilyapman, gapiryapman. Men bu gulni olingchi dedilar. Gulni olganda keyin ko'zlarim ko'zlariga tushdi. Achkidalar, yig'lama qizim, yig'lama. Artist bo'lish oson emas. Qayerliksan dedi. Qo'qonliman. Qo'qondan, Yaypanidanman. Sen, iya, ona qizim. Qo'qonlimisiz, ha? Valya dedilar. Kumush kiyimlarini kiydirib, kumush sochlarini qilib, pastga olib tushing dedilar. Qancha sizga anaqa beray dedilar. Dedi, yarim soatmi dedilar. Uncha vaqt bo'l, mana shu vaqt sizga dedi. Men pastda sahnada kutaman sizni. Tushib ketdilar. Pastga olib tushdilar. Kumush ro'mollarini aniq qilib. Lekin nimagadir sahnada Yoqub Ahmedov o'tiribdi. Ne san'at demonib. Sahnaga shunday chiqdi. Qani biror narsa o'qib ber qizim dedi. Darrov monologlarni o'qib berdim. She'rlar. Keyin g'azal ham aytib beraymi desam, qani, darrov Boburdan o'qidim. G'azal o'qidim. She'r aytdim, bu qildim. Endi-chi shunaqa xuddi hali o'sha bir g'azalda aytsam, ana monologda aytsam, bo'ldi, mana shu zo'r ekan, darshtatga olinglar degandayda. Endi men hali nima jo'shib ketyapman-da. Bo'ladi qiz. Vali do'ppi kiygizdiring dedi. Ro'moldan do'ppiga sразу o'sha yerda darrov do'ppi kiygizdirishdi. Sahnaga yana chiqdim. Nasaba. Ko'rding? Bu hayotda boshqa ekan, sahnada umuman boshqa. Ekranda, sahnada boshqa. U bo'ldi. Gapirdilar, shu bilan ketdik. Endi chiqib ketyapman-da, nimaga Yoqub Ahmedov, nimaga San'at Devonovga endi просто katta artistlar o'zi bir ana qildi shekilli. Nazarimda bir masxara bo'lgandek bo'ldimmi, nimadir bo'ldim, endi uni sezmayapman, lekin yig'ladim, yana chiqdim, yechdim, u bu qildim. Yana Allohga tavakkal qildim, yana ishimni bajaraverdim. Oradan hech qancha vaqt ham o'tmadi. Bilmadim, 1 oy o'tdimi, 2 oy o'tdimi, 3 oy o'tdimi, 5 oy o'tdimi. Shu turmushga chiqdim shuni ichida. Chunki yoshim ham endi 24 ga qarab ketayotdi-da. Bu yoqdan onam, voy dod, sen artist bo'lib qolib ketding, voy seni o'rtoqlaring erga tegib sen qolib ketding, voy dod, ana artist bo'lmaganingda vaqtni turmushga uzatardim, voy bilan. Keyin yo'q, turmushga chiqdim. Uni ichida Nabir Rahimov doda o'lib qoldilar, Nabir dodadirdim. Meni Yoqub aka chaqirdilar. Men dedi, Nabikaga va'da bergandim. Senga oldin rol beraman dedi. Badiiy kengashga ko'rsatamiz. To'g'ri tushungan, men seni darrov ishga ola olmayman dedilar. Men senga rol beraman dedi. Rolni muvaffaqiyatli topshirsang ishtirokga olaman. Yaxshi o'ynolmasang xafa bo'lish yo'q qizim dedi. Qahramonimiz sinov uchun tanlagan rollarni muvaffaqiyatli ijro etgani sababli uni O'zbek Milliy akademik drama teatri jamoasi safiga rasman ishga qabul qilishdi. Judayam yaxshi ko'raman. Hozir ham teatrimni yaxshi ko'raman, sahnani yaxshi ko'raman, kollektivni yaxshi ko'raman. O'sha parda ochilganda o'sha xalqning qarsagi va sizni ijroyingizga ularda bo'layotgan munosabati, qarsak
dan bilasiz siz ijroyingiz qanaqa o'ynayotganingizni. Men bilan birov boshlaysanmi? Bastar! Asabay qo'shay! Buni Fatira opa. Bugun nafaqat taniqli aktrisa, balki jonkuyar ona, tinib tinchimas buvi maqomiga erishgan qahramonimiz farzandlari faqat qiz bo'lgani uchun turmush o'rtog'idan shu paytga qadar e'tiroz eshitmaganini aytdi. Men shunaqa gap ham aytganman, chunki ikkita qizimdan keyin o'z-o'zidan farzand bo'lmaganda, yoshimiz endi o'tyapti. Keyin men bir kun aytdimki, adasi dedim, har bir yigitda dedim, o'g'il ko'rish orzusi bo'ladi. Siz menga aytmaysiz, men bilaman, sizni ichingizda dedim, o'g'il ko'rish orzungiz bor dedim. Lekin men bitta yomon bitta xarakterim borki, men bitta ovqatni ikki kishi bo'lishib icha olmayman. Men bilan ajrashing dedim. Boshqa ayolga uylanmaysiz. Sidqidildan aytyapman, men rostdan ham mana. Men yaxshi ko'raman sizni, men lekin hali ikkita kundosh bo'lib, voy sizniki, ay bordimi bugun qila olmayman. Siz o'g'il farzand ko'rishingiz uchun men bilan ajrashing dedim. Men dedim 1 yil, 2 yil, 3 yil, 4 yil qiynalarman, lekin keyin ko'nikib ketaman dedim. Qizlarimga ham to'g'risini aytaman. U ham erkak, u ham o'g'il ko'rish kerak edi. Shuning uchun men o'zim yo'l qo'yib berdim. Ajra boshqaga uylanib, "Jennimisan?" dedi erim. "Qatda bunaqa gap bo'lding? Yig'ishtir bunaqa gapni" dedi. Alloh taolo dedi, o'zi bergan ikkita shirindan shakar qizim bor. Yana qiz tug'sang ham roziman dedilar. Yo'q dedim. Yana qiz tug' dedi, roziman dedi. Men o'zim ota-onamga nima qilib beryapman dedim. Nima qilib beryapman men ota-onamga? Bu to'g'risida umuman o'ylamadim. Turmush o'rtog'imga bo'lgan endi o'sha mehr-muhabbat deymizmi, yana ham uyg'ondi menda kuchli. Yana ham yaxshi ko'rdim erimni. 42 yoshimda tug'dim qizimni. 3-qatim chiqdim, aytuvdim sizga adasi. Yana qiz ekan, yana o'ylab ko'ring, aytuvdim sizga. Na muncha hadeb bana qilaverasan. Men senga nima dedim, Xudo bergani. Lekin bu qiz dedim, tushimda ayon bo'ldi, o'zi ismini qo'yib berdi Alloh. Hayotxon deb qo'yib berdi. Qulog'imga shunaqangi eshitildi bir ovoz, ismini Hayotxon qo'yasan dedi. Nima qilamiz? dedi. Xuddi o'sha tushimda ko'rgan qizcha, chaqaloq. Ismini Hayotxon qo'ydik keyin birgalikda. Dağlara için bir ovoz, do'st bilmez, soz bilmez, naz bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Kumush rang yig'lari, tonglari, bor bilmez, zor bilmez, zog' bilmez. Nedir bu o'tmishim, kechmishim? Yot bilmez, yor bilmez, xor bilmez. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. Xudodan qarzim bor o'lmishim. Jon bilmez, dard bilmez tig'lari. U yashil umrima qamalgan, gul baxmal gullarmu yig'lari. O yeşil umruma qamalgan, gul baxmal gullarmu yig'lari.